Bunda bosib, bunday aylantirsa bo'ldik. Qizlarjonlar, butun Instagramni, butun internetni portlatgan o'sha Timson mahsulotlari endi menda ham bor. Hozir men sizlarga bu mahsulotlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Qaranglar qizlarjonlar, bu yoqda qanaqangi mahsulotlar bor. Hammasi bir-biridan zo'r. O'sha eng zo'r bo'lgan trenddagi mana shu kapsulalar bor. Hidiga вообще gap bo'lish mumkin emas. Qaranglar, buni yumshoqligini qaranglar. Bir pasda erib ketadigan bo'lib turibdi. Buni bittasini o'zi 6-7 kilo kirlarni top-toza qiladi. Hidi uzoq vaqt saqlanib qoladi. Undan tashqari qo'l yuvadigan gellari bor. Mana bu yoqda ekonomichniy qizlarjonlar, sizlar uchun mana bunaqangi paketli variant gellar ham bor. Mazza qilib ishlatasizlar hammasini. Idishni tashlab olishga ko'zingiz qiymasa, shunda paketini olasizlar. Mana bunaqangi idishiga shuni quyib qo'yasizlar, bo'ldi. Katta mana bunaqangi gellari 3 litrli qizlarjonlar. Davom etamiz. Bu yoqda mana bunaqangi kapsulalar ham bor. Hozir buni ajoyib ekan. Ochaylik-da. Mana qaranglar qizlar, bu yerda qanaqa kapsulalar bor. Grammlar anchagina katta-kattagina. Vahida вообще zo'r. Bu mahsulotlarning hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan. Odamga umuman zarari yo'q. Masalan, mana shu idish yuvadigan gelini bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hech qanaqangi inson organizmiga zarar bermaydi. Hammasi tabiiy sposоб asosida ishlab chiqarilgan. Oshxona tozalash uchun ishlatiladigan spreyni bemalol bez perchatka, hech qanaqangi niqoblarsiz ishlatsanglar bo'ladi. Chunki o'zidan hech qanaqangi noxush hid chiqarmaydi. Boshqa sredstvalarga o'xshab o'tkir hid, kimikatli hid, ya'ni odamni bo'g'ib qo'yadigan, yo'taltirib qo'yadigan, dimog'ini achitib yuboradigan hidi yo'q. Dog'larni tez ketkazadi. Eng muhimi, tozalagan joylarda o'zidan hech qanaqangi iz qoldirmaydi. Faqatgina sredstva bilan qolib ketamanmi deb o'ylamanglar. Sizlar uchun mana bunaqangi sifatli bo'lgan shampunlar, geldilar, dushlar, hamma narsa bor Timsonda. Bemalol o'tib yozsanglar bo'ladi. Profillarni sizlarga qoldiraman. Bu mahsulotlarni Uzum marketdan, Yandex marketdan dastavka qildirsanglar bo'ladi. Agarda profil o'zidan dastavka qildirish xohlayman desanglar, mayli, men profillarni ham yozib qo'yaman. Shahar bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Yo'q, men bozordan olish xohlayman desanglar, Eko bozordan va O'rizor bozorlaridan, yana undan tashqari katta-katta parfyumeriya do'konlaridan ham topsanglar bo'ladi.